Şanlıq İslam və Türk yurtu bolğan Şərqi Türkistan 1949-yılı Komünist Xitay hakimiyyətinin işğalına düşüb qalğandan buyan zulm özlüksüz davamlaşmaqda. Günümüzdə bolsa bu zulm bir irqi qırğınçılıqqa aylandı. Şərqi Türkistan Mədəniyyət və Uçur Mərkəzi bu münasibət bilan axbarat elan qılıb, Xitay işğaliyyətinin 74 illikdə Şərqi Türkistandakı zulmni təkidlədi. Xitay Komünist hakimiyyətinin quruluş xatir günü bolğan dövlət bayramı harpisida Şərqi Türkistan Mədəniyyət və Uçur Mərkəzi Xitayning Şərqi Türkistandakı işğaliyyəti və irqi qırğınçılıq siyasətini ayıpladı. Təşkilat bayonotida dunyoda aloqador shaxslarni ittifoqlashib, Xitoy elchixonasi va konsulxonalari oldida tinchlik bilan namoyish qilishga va Uyg'ur xalqiga qilingan vahshiylikni to'xtatishni talab qilishga chaqirdi. Amerika hökuməti Şərqi Türkistandakı ta'minlash zanjiriga aloqador hujjatning yangilangan nusxasini e'lon qildi. Egilinishcha, Amerika Davlat ishlar kotibatligi 26 sentabr yozma bayonot orqali Amerika hökuməti 2021-yil tarqatgan Şinjan ta'minlash zanjiri savdo maslahatchiligi hujjatining yangilangan nusxasini e'lon qilgan. Davlat ishlar kotibatligining bayonotchisi Matthew Millerning bayonotida bu yangilash tartibini Amerika Davlat ishlar kotibatligi, Moliya ministrligi, Savdo ministerligi, Davlat bexatarlik ministerligi, Amerika savdo vakili ishxonasi va ministerligi birlikda tuzganligini. Buningdagi maqsad Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini, shundaqla majburiy emgakning jinoiy isbotiga kishilarning diqqatini tortish ekanligini bildirdi. Alma şirketining Xitoyda uchrayotgan krizislari bag'ansari cho'ngaymoqda. Egilinishcha, Xitoy hukumatı olma aptugini orqali cheklangan applarni ziyorat qiladigan asosiy yo'chiqni taqishga tayyorlik qilmoqda ekan. Volkochisi gazetining xabariga qaraganda, texnika magnati bu yangi cheklash qoidalarini hal qilish uchun Xitoy doiralari bilan suhbatlashishni boshlagan. Xitoyning xatarni kunsar to'nib ketgan davlatlar bag'ansir ko'payayotgan bo'lib, Yevropa davlatlaridagi texnik shirkatlari Xitoyning Huawei shirkati bilan Zhongshangning tor uskunalarini boykot qilishga qo'shilgan. Egilinishcha, Germaniya oldingi hafta shirkatlardan Huawei uskunalarini ishlatishni cheklash yoki cheklashni talab qilishga tayyorlanganligini aytgan. Bu yil 6-oyda Yevropa ittifoqining ishki bozor amaldori Thierry Breton texmi ko'p Yevropa davlatlarini bu ishki Xitoy shirkatining uskunalarini boykot qilib, mahsulotlarning Yevropa ittifoqining G5 telegraf torida ishlatilmasligiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Bildirilishicha, hozirga qadar Angliya, Estoniya, Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Latviya, Litvaniya, Portugaliya, Romaniya va Shvetsiya qatorliq 11 davlat Xitoyning Huawei bilan Zhongshang shirkatining uskunalarini boykot qilishga qatnashgan. Xitoy urush aeroplanining Tayvan bo'g'izida bir yo'lovchilar aeroplanining ostida uchib radardan yoshiringanligi o'tirg'a qo'yildi. Tayvan davlat mudofaa ministerligi bu ish to'g'risida bayonot berishdan o'zini qochirgan bo'lsa-mu, Tayvan havo armiyasining brigada komandiri general Chang Yinting buning radardan yoshirishdagi troyat manevri bo'lishi mumkinligini aytgan. Chang ogohlantirib mundaq dedi: Xitoy Tayvan bo'g'zidan o'tilgan puhralar aviatsiya liniyasida yo'lovchilar aeroplani orqali oraliga to'yuqsiz hujum qo'zg'ashi mumkin. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'rta Osiyo bilan Germaniya o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Egilinishcha, Japarov Germaniyaning poytaxti Berlinda o'tkazilgan Germaniya va O'rta Osiyo boshliqlari yig'inida so'z qilgan. U boshliqlar yig'inining muhimligini ta'kidlab, biz O'rta Osiyo bilan Germaniya o'rtasidagi hamkorlikni izchil va atrofli kuchaytirishni qo'llaymiz degan.